Ular navbatdagi avtomobil tayyor bo'ldi. Chevrolet T30. Buni bitta ko'rib chiqamiz. Avtomobil tayyor bo'ldi. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, to'g'risini aytadigan umiddaman, chunki o'zim videoga olyapman. Avtomobilga yo'l uchun. Xo'sh, tezda bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Koreyskiy chempion qilingan koronalar bor. Rezinkalari ham mo'shti turibdi. Xo'sh, orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqasi darvozali bo'lgan. Alkafonni uloq yo'q, nержавейка. Ruchkalardan ishlatilgan. Ichki tomoniga keladigan bo'lsa, ichki tomonlar panera bilan asfaltga bo'lgan. Pol qismi finskiy panera tashlangan. Bular ham bor. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol lider komandasiga murojaat qilasizlar.